Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, hurmatli kuzatuvchilar. Alfata Android taxometri bo'yicha video darslarimizni boshlaymiz. Birinchi darsimizda Dimapro dasturiy ta'minotida loyihalarni boshqarish mavzusini ko'rib chiqamiz. Yangi loyihani yaratish uchun bosh menyudan Proyekti bo'limiga kiramiz va Новый tugmasini bosamiz. Ochilgan oynada Put bandida loyiha saqlanish joyi ko'rsatiladi. Imya proyekta bandida esa loyiha nomini kiritamiz. Zaruriyatga qarab operator ismi kiritiladi. Zametki bandida loyihaga doir qaydlarni yozib qoldirishimiz mumkin. Loyihaga aloqador qo'shimcha sozlamalarni ko'rish uchun Дополнительно tugmasi bosiladi. Masofa o'lchov birligi расстояние bandida tanlanadi. Area unit bandida yuza o'lchov birligini belgilash mumkin. Shu bilan birga burchak formati hamda birinchi nuqta nomini ham belgilash mumkin. Barcha ma'lumotlarni kiritgach, OK tugmasini bosamiz. Agar qidirilayotgan loyiha ro'yxatda mavjud bo'lmasa, o'ng tomondagi Открыть tugmasi bosiladi. O'ng tomonda kerakli loyiha joylashgan katalog tanlanadi va Config Job fayli tanlanib, OK tugmasi bosiladi. Avvaldan mavjud bo'lgan loyihani tanlash uchun Proyekti menyusiga o'tamiz. Chap tarafda dastur xotirasida mavjud loyihalar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan qidirilayotgan loyihani tanlanadi va Открыть tugmasi bosiladi. Keraksiz loyihalarni o'chirish uchun asosiy menyudan Proyekti menyusiga o'tamiz. Ro'yxatdan o'chirmoqchi bo'lgan loyihamizni belgilaymiz. Shundan so'ng Удалить tugmasini bosamiz. Ma'lumotlar tasodifan o'chib ketmasligi uchun sizdan tasdiqlash so'raladi. Loyiha fayllarini qurilma xotirasidan to'liq o'chirish uchun Удалить из памяти tanlanadi va Da tugmasi bosiladi. Shuni yodda tutingki, ayni damda faol bo'lgan loyihangizni o'chira olmaysiz. Buning uchun avval boshqa loyihani ochib, keyin eskisini o'chirishingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, bugungi darsimizda Alfata Android taxometrida yangi loyiha yaratish, mavjud loyihani ochish va loyiha ma'lumotlarini xavfsiz o'chirishni ko'rib chiqdik. Agar mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.